bahor yaqin. Bahorda yosharish, go'zallashish, chiroylilashish. Ya'ni kompaniyamiz ham novinkalarni bahoriy qilib, ya'ni men bu ten shunaqa ranglari sochni ekan qizlar. Bu klientimniki bo'lgani uchun ochib ko'rsata olmadim. Ichida svetli shunaqa chiroyli ranglari bor va zo'r yotar ekan qizlar va bleskli gublar. Mana bu lavlar uchun shunaqa blesklar lavingizga surganingizda yaltirab chiroyli bo'lib turadi. Pomadamiz bahoriy. Mana qarang, dizayn sumka kichkinagina sumkachaga ham shunday sig'ib ketadigan chiroyligina pomada. Va undan tashqari nafaqat kattalarni, kichkina bolajonlar ham bahorda bog'chaga ketayotganda munyashqa bo'lib ketishlik uchun ona xotinjonlarimiz uchun serdechkali uzuvlari va blesk для gub. Ona bolalar makiyaji qilib olib, onalar ishga, bolalar bog'chaga, bolalarni ham o'zini ishlaydigandek va undan tashqari ruchnoy работа sovunlarimiz ham продажada. Qaranglar. Har doimgidek nomer 1 dek.